Orzuli dunyoda orzular qilib, sarobu armonni bir chetga surib, yuragingiz yayrab, labingiz kulib, yashang bu dunyoda eng baxtli bo'lib. Assalomu alaykum, sirli tabrik loyihamizning aziz va qadrli obunachilari. Bugun o'z tavallud ayyomlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni bugungidek go'zal ayyomlari bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Yana bir yurtdoshimizdan o'zlarining yaqin insoni tomon samimiy tabriknoma maktublari etib kelgan. Sizlar bilan birgalikda ushbu tabriknoma maktubini o'z egasi tomon yo'llaymiz. Qani, ketdik. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sayyoraxon opajonimning raqamlarini adashmadikmi? Ha. Opajonim, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz a'lomi, sog'liqlaringiz joyidami? Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi, opajon? Yo'q, nima Minnatdorman. Ayni daqiqalarda sizga yaqinlarimga Dalasxora loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Siz bilan suhbatda Kamina boshlovchi Maftuna Hamidovna bo'laman. Avvalambor bugungidek go'zal ayyomingiz, shukronalik kuningiz bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Ilohim, yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz baxtiga doimo sog'-omon bo'ling. Robbimning panohida bo'ling, ilohim. Rahmat. Sizga ham rahmat, umringiz ziyoda bo'lsin. Sizni yaxshi ko'rguvchi, sizni qadrlaguvchi mehribon insoningiz tomonidan bizning loyihamizga siz uchun atalgan juda ham chiroyli va samimiy bo'lgan tabriknoma maktublari etib kelgan. Taxmin qila olasizmi, ushbu insoningiz kim bo'lishi mumkin? Yo'q, bilmadim lekin. Albatta, bugun har bir yaqin insoningizdan chiroyli tabriknomalar, mehrli kalomlar eshitishga loyiq insonsiz. Aniq bir taxminingiz bo'lmasa, vaqtingizni olmasdan o'zim yordamlashsam maylimi, opajonim? Mayli. Minnatdorman. Sizni yaxshi ko'rguvchi, sizni qadrlaguvchi, dunyodagi eng mehribon, eng samimiy singiljon, o'zimning singiljonim bo'ladilar, o'zimning eng yaqin insonim, tug'ishgan jigarimdek ko'raman deb sizga chiroyli ta'riflar bergan mehribon opajoningiz Zulfiyaxon opajonimiz tomonidan bizning loyihamizga siz uchun tabriknoma maktublari etib kelgan. Ilohim, barcha yaqinlaringiz baxtiga sog'-omon bo'ling-ku, har vaqt mana shunday quvonib yashamoqliklaringizni Allohimdan siz uchun so'rab qolamiz. Agarda vaqtingizni olmayotgan bo'lsak, ushbu tabriknoma maktubini o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Minnatdorman, tinglay opajon. Assalomu alaykum. Mening mehribonim, jonkiyarim, soddadil, ochiq ko'ngil singiljonim. Bugungi quvonchli kun tavallud ayyoming bilan seni chin qalbimdan muborakbod etaman. Singiljonim, seni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Doim biz jigarlarni, yaqin insonlaringni o'ylab yurguvchi jonkiyarim. Kechagina erkaligi osmon qiz eding. Allohimga shukr, bugun bir xonadonning fayzli bekasisan. Ko'z tegmasin ilohim, dunyodagi eng baxtli insonlardan bo'lib, kuyovjonimiz bilan birgalikda qo'sha qarib baxtli, saodatli hayot kechirgin. Farzandlaring rohatini rohati farog'atda ko'rib yurgin ilohim. Umring ziyoda, tani joning sog'-omon bo'lsin. Qalbingni huzur, halovat, yuzingni tabassum tark etmasin. Doimo shirin so'zlarini, yaxshiliklarni ayamaydigan mehribon insonim, jonim jigarim, boringga shukr. Mana shunday juda ham go'zal kunlaring ko'p bo'lsin-u, har doim Allohim seni o'z panohida asrasin. Tabassum ila boshlangan har bir kuningning har bir onida seni baxt va omad kulib qarshi olsin. Allohim seni panohida asrasin va mana shu dunyoda birga bo'lganligimiz, bir-birimizni yaxshi ko'rganimiz kabi jannatlarda ham birga bo'lmoqlikni Allohim bizlarga nasib ro'z aylasin. Yaxshi kunlarimizda biz ila quvonadigan, boshimizga sinov kelsa, eng avvalo xabar oladigan singiljonim Allohimning o'zi seni o'z panohida asrasin, hifzi himoyasida saqlasin ilohim. Bugungidek fayzli kunlar xonadoningda ko'p bo'lishini, eng chiroyli kunlarda Allohim barchamizni bir qilishini niyat qilib so'rab qolaman. Ming yillik qilgan mehnatlaring rohatlarini mana shu dunyoda ko'rib yurgin ilohim. Allohimdan so'ragan barcha ezgu niyatlaringga birin-ketinlikda yetishib yurgin u har vaqt baxtlarga, go'zal kunlarga ko'milib yashagin ilohim. Senga Allohimdan jannatlarni tilayman inshaalloh. Allohim seni o'z uyi bo'lmish Ka'batulloh tomon chorlasin u muborak joylarni ziyorat qilmoqlikni, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yurgan yo'llardan qayta va qayta yurmoqlikni Allohimdan sen uchun so'rab qolaman. Singiljonim, duolarimda borsan, senga tabassum juda ham yarashadi. Doimo kulib yurgin. Yana bir bor tavallud ayyoming bilan chin yurakdan muborakbod etaman.
Yanohida binafshalar ochiladi, iforidan rayhon hidi sochiladi, esga olib ko'zimdan yosh tomchiladi, singillarning eng sarasi mening singlim. Bir desam hatto jonin fido etar, iltijosi yaratganga borib yetar, kulishlari farishtaga o'xshab ketar, singillarning eng go'zali mening singlim deya mehribon opajoningiz o'zlarining samimiy tabriknoma maktublariga yakun yasaganlar va albatta ushbu suhbatimiz loyihamiz tomonidan yozib olinmoqda. Istasangiz siz ham mehribon opajoningizga o'z rahmatlaringiz, chiroyli niyatlaringiz bo'lsa yetkazib qo'yishingiz mumkin. Sizni tinglamoqdamiz. Rahmat, boshqa. Sog' bo'lsin, opam o'zlari ham. Barcha o'ylagan orzulariga yetkazdi. Rahmat. Albatta, inshaalloh mana shunday ezgu niyatlaringiz har doim sizga hamroh bo'lsin. Mana shunday go'zal mehr oqibatingizga ko'zlar tegmasin. Bugungidek shukronalik ayyomingizni yuqori kayfiyatda, xursandchiliklar ila oila davrasida o'tkazib olmoqlik nasib qilsin deb opajonim siz bilan xayrlashib qolamiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Minnatdorman, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tark etmasin go'zallik, yoshlik, hayot qilsa ham bag'ri toshlik, yuzlaringdan uf ursin shodlik, tug'ilgan kuning muborak singlim. Tark etmasin go'zallik, yoshlik, hayot qilsa ham bag'ri toshlik, yuzlaringdan uf ursin shodlik, tug'ilgan kuning muborak singlim. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin, tug'ilgan kuning muborak singlim. Sevinchlar to'lsin, malikaday baxting but bo'lsin, chiroyingga oylar kulsin, quvonchingdan dunyolar kulsin, orzularing ushalsin erkam, senla hayot go'zaldir ko'rkam, ko'zingdan yosh oqmasin hech ham, tug'ilgan kuning muborak singlim. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin, tug'ilgan kuning muborak singlim. Akasining jondan suygani, tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Hey, akasining jondan suygani, tug'ilgan kuning muborak singlim. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin, tug'ilgan kuning muborak singlim. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin, tug'ilgan kuning muborak singlim. Tug'ilgan kuning muborak singlim.